Interval och qolish muhim emas. Har kuni kardio qilish muhim emas. Yaxshi kechki uyqu juda ham muhim. Uglevodlarni olib tashlash muhim emas. Ko'p oqsil yeyish juda ham muhim. Smuzi ichish muhim emas. Og'ir trenirovkalar juda ham muhim. Och qoringa trenirovka qilish muhim emas. Agar har kuni ushbu mashqni 50 marta bajarsangiz, baq-baqa yo'qolishni boshlaydi. Agar har kuni mana shu mashqni 50 marta bajarsangiz, bo'yinning yon qismidagi yog'lar kamaya boshlaydi. Agar har kuni shu mashqni 50 marta bajarsangiz, bo'yin va yuz terisi taranglashadi. Limonli suv ozish uchun, qora shokolad ozish uchun, banan vazn olish uchun, olma ozish uchun, mango vazn olish uchun, o'rmon mevalari ozish uchun, uzum vazn olish uchun, tarvuz bu ham ozish uchun, ananas ozish uchun. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling. Qora non ozdiradimi? Yolg'on. Qora va oq nonning kaloriyasi deyarli bir xil. U ozishda yordam bermaydi. 6 dan keyin ovqatlanmaslik ozishda yordam beradimi? Yolg'on. Ozish uchun qachon ovqatlanishning ahamiyati yo'q. Asosiysi defitsit kaloriya bo'lsa bo'ldi. 10 ming qadam yurish ozishda yordam beradimi? Rost. 10 ming qadam yurish kaloriya yo'qotib, metabolizmni tezlashtirishga yordam beradi. Yanada ko'proq ma'lumot olish uchun obuna bo'ling. Nonushta: tuxum, meva, kofe, ovsyanka. Tushlik: tovuq, kartoshka, salat va ozgina shirinlik. Perikus: yogurt va mevalar. Kechki ovqat: indeyka, sabzavotlar va salgina o'tib tvorog.